Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar 2025-yil 29-mart sanasi Ramazon oyining 29-kuni. Bugun Ramazon oyining so'nggi kuni, ya'ni Arafa kelayotgan hayit bayrami muborak bo'lsin barchalarga. Bugun sizlarga bir voqea haqida aytib bermoqchi edim. Ancha avval o'qigandim buni. Yani bu insonlarni borlik paytida qadrlashga undaydigan bir hikoya ekan. Bir oila bo'ladi, qishloqda bir chetida. Bir mo'jazgina oila bo'ladi. Lekin oilada ayolni doim tanqid qilaveradi. Ya'ni bir holat yoqmaydi. Ayoli kechasida bir odati bo'ladiki, hurraga yotadigan odati bo'ladi. Uxlarkan hurraga yotadi, ertalab turib aytadi deydi. Siz kechasi uxlaganingizda doim hurraga yotib chiqasiz deydi. Menga bu holat yoqmaydi deydi. Desa, ayol hijolat bo'lib turib, yo'q deb tan olmaydi-yu ayollar asosan. Men hurraga yotmayman deydi. Desa, erkak kishining tanqid qilaveradi. Hurraga yotib kechasi bilan uxlatmadi. Oxiri bir kuni ayolni uxlayotgan paytda hurraga yotayotganini zapis qilmoqchi bo'ladi. Zapis qilmoqchi bo'lib, bir kun shunday qiladi. Kechasi uxlayotganda ayol hurraga yotayotgan bo'ladi. Zapis yoqib qo'yadi. Haqiqatan zapisga chiqadi. Eshitib ko'radi, haqiqatan chiqqan. Ertalab turib deydi. Ayolimga buni ko'rsataman deydi. Haqiqatan meni haqligimni isbotlayman deydi. Shunday qilib tong otadi, tong otib turib qarasa, ya'ni eng yoqimsiz bo'lib tuyulayotgan o'sha ovozni ayoliga qo'yib berish uchun ayolni uyg'otadi. Uyg'otsa, ayoli olamdan o'tgan bo'ladi. Keyin aytadiki, dunyodagi eng yoqimsiz bo'lgan o'sha ovoz deydi. Vaqtlar o'tib, menga eng qadrli ovozga aylandi deydi. Ayoli o'tib ketgandan keyin, olamdan o'tgandan keyin o'sha ovozni qayta qo'yib eshitadigan bo'ladi. Hani bu hikoya bilan nima demoqchimiz? Atrofimizdagi insonlar bizga g'animatdir. Shuni aytib, shuni anglatib qo'ymoqchi edim. Insonlarda borligida, tiriklik paytida qadrlash kerak. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.